Shom azoni aytiladi va siz ro'zangizni ochasiz. Azonning asosiy vazifasi faqatgina ro'za tugaganini e'lon qilishdan iborat bo'lib qolmasdan, balki Alloh sizni namoz o'qishga chorlayotganini eslatishdir. Siz bu chaqiriqni eshitib ehtimol bormassiz. Bilmadim, hozir bu videoni qayerda tomosha qilyapsiz? YouTube'dami yo Instagram'dami farqi yo'q. Lekin Alloh yo'q joydan bu videoni sizga ko'rsatib berdi. Balki buni shunchaki tasodif deb aytarsiz yoki aksincha. Bunda men uchun qandaydir xabar bor deb o'ylarsiz. Ammo bu videoni ko'rmasingizdan oldin ham namoz sizga farz bo'lgan edi-ku, to'g'rimi? Shunday ekan, bu tasodifmi yoki alomatmi, nima farqi bor? Juda yaxshi bir naql bor. Xabarni yetkazuvchining holati muhim emas, muhimi xabarning o'zidir. Birodarim, singlim, qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, joy namozingizni yoying-da. Allohu akbar deb ayting. Namoz o'qish orqali siz hech narsani yo'qotmaysiz. Aksincha, juda ko'p narsaga erishasiz. Bu siz uchun oddiy bir video bo'lishi mumkin, ammo bir kun kelib hech qanday eslatmalar qolmaydi. Shom azoni boshqa bo'lmas, ikkinchi imkoniyat berilmas. Shunday ekan, hoziroq o'rningizdan turing. Kech bo'lmasidan avval turing.